Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Burada oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya berish tartibida yangi qoidalar amal qiladi. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas. Ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari va pensiya pulini bank orqali oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta sana o'tkazib yuborilsa yoki bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, pensiya vaqtida olinmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kimga bu o'zgarish ta'sir qilmaydi. Qaysi holatlarda bank pulini ushlab turishi mumkin? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Hammasini batafsil tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha kam odam sarson bo'ladi. Avvalo masalani eng oddiy joydan boshlayman. Pensiya berish tizimida banklar oddiy pul tarqatuvchi joy emas. Bank pensionerning shaxsini tekshiradi, mablag'ini hisob varaqqa tushiradi. Karta orqali yoki naqd shaklda beradi. Ayrim hollarda ishonchnoma asosida boshqa odamga to'laydi. Demak, bank noto'g'ri odamga pul bersa, bu oddiy xato emas. Bu davlat mablag'i va fuqaroga tegishli pul bilan bog'liq jiddiy masala hisoblanadi. Oldingi tartibda ko'p joylarda amaliyot ancha soddaroq edi. Pensioner kartasiga pul tushardi, u bankomatdan yoki bank kassasidan olardi. Kimdir uyidan chiqa olmasa, farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan olib berardi. Ba'zan bank xodimi pensionerning pasport ma'lumotini oldin ko'rgan bo'lsa, keyingi safar juda chuqur tekshirmasdan xizmat ko'rsatgan holatlar ham bo'lgan. Ayniqsa kichik tumanlarda, mahallada hamma bir-birini tanigan joylarda bu odatiy holatga aylangan. Endi esa 14 oktyabrdan boshlab banklar pensiya berishda shaxsni aniqlash, hujjatlarning amal qilish muddatini tekshirish, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtirish, hisob varaq va karta egasi haqidagi ma'lumotlarni yangilash masalalariga ancha jiddiy qaraydi. Bunda maqsad pensionerni qiynash emas. Maqsad pensiya pullari begona odam qo'liga tushib ketmasligi. Vafot etgan shaxs nomiga pul olish holatlari bo'lmasligi, soxta ishonchnoma yoki muddati o'tgan hujjat bilan pul yechib olinmasligi pensionerning o'zi himoyalangan bo'lishidir. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, 2 yoshli onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U kartadan foydalanishni bilmaydi. Odatda o'g'li bankomatdan yechib beradi. Agar karta onaxon nomida bo'lsa, pin kodini o'g'li bilsa va pulni har oy yechib yursa, bank uchun tashqaridan qaraganda bu oddiy operatsiya. Lekin huquqiy tomondan qaraganda karta egasi onaxon, pul egasi onaxon. Agar keyinroq oilada nizo chiqsa va onaxon men pulimni olmaganman desa, mas'uliyatli savollar paydo bo'ladi. Yangi tartib aynan shunday noaniq vaziyatlarni kamaytirishga qaratilgan. Birinchi navbatda kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, pasport yoki ayda kartangizdagi ma'lumotlar bank bazasida eski bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, kartangiz muddati tugash arafasida bo'lsa yoki pensiyani sizning o'rningizga boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, bu o'zgarish sizga bevosita tegishli. Masalan, pensioner 2020 yilda pasport bilan karta ochgan. 2023 yilda esa ID karta olgan. Bank bazasida esa hali ham eski pasport seriyasi turibdi. Pensioner kassaga kelganda bank xodimi tizimdagi ma'lumot bilan qo'ldagi hujjatni solishtiradi. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, xodim avval ma'lumotni yangilaymiz deydi. Bu pulingiz yo'qoldi degani emas. Bu shunchaki bank sizni to'g'ri aniqlashi kerak degani. Ikkinchi toifa ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Juda ko'p oilalarda bu holat bor. Otaxon yura olmaydi, onaxon kasal, kimdir qishloqda yashaydi, kimdir shahardagi farzandiga tayangan. Bunda endi ishonchnoma aniq, amal qilish muddati o'tmagan. Notarial tartibda yoki qonunda ruxsat etilgan shaklda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnomada aynan pensiya olish, bank hisob varag'idan mablag' yechish yoki karta bo'yicha operatsiya qilish vakolati yozilgan bo'lishi muhim. Umumiy ishlarni yuritish degan ibora ba'zi holatlarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi toifa. Naqd pulda pensiya oladiganlar. Ba'zi pensionerlar bank kartasini ishlatmaydi. Naqd pulni bankdan yoki belgilangan tarqatish joyidan oladi. Yangi tartibda bunday to'lovlarda ham shaxsni aniqlash kuchayadi. Ya'ni men falonchining qo'shnisiman, o'zi kela olmadi degan gap bilan pul berilmaydi. Bank yoki mas'ul tashkilot faqat hujjatga qaraydi.
Chunki pulni berib yuborgandan keyin uni qaytarish qiyin bo'ladi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz bankda yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, pensiyani har oy o'zingiz kartadan olsangiz, hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Siz uchun o'zgarish asosan bank tekshiruv kuchayganda ko'rinadi. Masalan, kassada hujjatni ko'proq tekshirishi, qo'shimcha savol berishi, imzo solishtirishi mumkin. Bu odatiy jarayon. Birinchi misol, 38 yoshli pensioner aka har oy 9,000 so'm pensiya oladi. Karta muddati 10 oyda tugaydi. Ya'ni oktyabr oyida karta amal qilish muddati yakunlangan. Oldin u bankomatga borib, karta ishlamasa, keyin boraman deb yurardi. Endi esa karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisobvaraqda turadi. Lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Bunday holatda bankka borib, yangi karta chiqarish kerak. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, telefon raqam va ariza talab qilinadi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, vakil ishonchnoma bilan murojaat qiladi. Ikkinchi misol, onaxonning pensiyasi 1,5 million so'm. U qishloqda yashaydi, qizi shaharda. Qizi har oy onasining kartasidan pul yechib, bir qismini dori-darmonga, bir qismini oziq-ovqatga ishlatadi. Agar hammasi oilada kelishilgan bo'lsa ham, huquqiy jihatdan to'g'ri yo'l. Onaxon qiziga ishonchnoma rasmiylashtirishi yoki bank bilan masofaviy xizmatlardan foydalanish tartibini aniqlashtirish kerak. Chunki karta va PIN kodni boshqaga berish xavfli. Karta yo'qolsa, pul yechilsa, keyin kim javob beradi degan savol tug'iladi. Uchinchi misol, pensionerning pasporti muddati tugagan, lekin u pensiya kartasidan foydalanib yuribdi. Karta ishlayotgan bo'lsa, u muammo yo'q deb o'ylaydi. Ammo kassada yirik summa yechmoqchi bo'lsa, masalan 5 million so'm yig'ilgan pensiyani olmoqchi bo'lsa, bank hujjatni tekshiradi. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, bank operatsiyani to'xtatishi mumkin. Bu bankning injiqligi emas, bu shaxsni tasdiqlash talabidir. 4-misol. Otaxon bir necha oy kasalxonada yotdi. Pensiyasi kartaga tushib turdi. Farzandlari karta borligini bilmagan. 4 oydan keyin hisobda 4 million so'mdan ortiq pul yig'ildi. Endi oila bu pulni olish uchun bankka boradi. Agar otaxon tirik, hujjatlari joyida va o'zi imzo qo'ya olsa muammo bo'lmaydi. Agar o'zi bora olmasa ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar sog'lig'i sabab imzo qo'ya olmasa, notariusni uyga chaqirish yoki qonuniy vakillik tartibini anglashtirish kerak bo'ladi. 5-misol, pension vafot etgan, lekin uning kartasi qarindoshida qolgan. Ba'zi odamlar baribir pul tushibdi, olib ishlatib qo'ya qolaylik deb o'ylashi mumkin. Mana shu eng xavfli holatlardan biri. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan to'lovlar. Ortiqcha to'langan pensiya yoki noto'g'ri yechib olingan mablag' keyinchalik qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim holatlarda bu qonuniy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Shu sababli vafot holati bo'lsa, tegishli organlarga va bankka xabar berish, meros tartibi bo'yicha harakat qilish kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya kartaga tushgani bilan. Bu pulni istalgan odam yechishi mumkin degani emas. Karta egasi kim bo'lsa, pul egasi ham o'sha. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin, lekin bank qonuniy hujjatga qaraydi. Ayniqsa nizoli oilalarda bu juda muhim. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma muddati. Ko'p odam ishonchnomani bir marta qildirganman, bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida ishonchnomaning muddati bor. Muddati o'tgan ishonchnoma bilan bank pul bermaydi. Bundan tashqari ishonchnomada vakolat aniq yozilishi kerak. Pensiya olish, bank hisobvarag'idan mablag' olish, bank kartasini qayta rasmiylashtirish, ariza berish kabi vakolatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar faqat bitta vakolat yozilgan bo'lsa, bank boshqa amalni bajarmasligi mumkin. 3-nozik jihat telefon raqami. Bugungi bank xizmatlarida telefon raqam juda muhim. SMS kodlar, tasdiqlash xabarlari, mobil ilova kirishlari shu raqamga bog'langan. Agar pensionerning kartasiga farzandining telefoni ulangan bo'lsa, keyin nizoli vaziyatda muammo chiqadi. Men tavsiya qilaman. Imkon qadar bankdagi telefon raqam pensionerning o'z nomidagi va o'zi foydalanadigan raqam bo'lsin. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, buni bank bilan ochiq muhokama qilish kerak. 4-nozik jihat. Uyda yotgan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bunday insonlar bankka bora olmasligi mumkin. Bu holatda bora olmaydi. Demak, pulni ola olmaydi degan xulosa noto'g'ri. Yechimlar bor. Notariusni uyga chaqirish, vakil orqali ish yuritish, bankning masofaviy yoki sayyor xizmatlari bor yo'qligini so'rash.
ma'muriy yoki ijtimoiy xizmat organlari orqali maslahat olish. Muhimi, hammasi hujjat bilan rasmiylashtirilishi kerak. 5-nozik jihat. Banklar bir xil ishlamasligi mumkin. Qoidaning umumiy mazmuni bir xil bo'lsa ham. Har bir bankning ichki tartibi, ariza shakli, navbat tizimi, karta chiqarish muddati, mobil ilova talablari farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim bitta hujjat bilan oldi. Mendan nega ikkita hujjat so'rayapti deb janjal qilishdan oldin bank xodimidan yozma yoki aniq tushuntirish so'rang. Ba'zan farq sizning holatingiz boshqa bo'lgani uchun paydo bo'ladi. 6-nozik jihat. Pensiya vaqtida tushmasa, sabab faqat bankda bo'lmasligi mumkin. Ba'zan ma'lumot pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ bazasida yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan hisob varaq yopilgan, karta bloklangan, familiya o'zgargan. Hujjat almashgan, yashash manzili boshqa hududga o'tgan bo'ladi. Shuning uchun muammoni hal qilishda faqat bankka borib baqirish emas, sababni aniqlash muhim. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Undagi ism, familiya, bankdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'rimi? Shuni aniqlang. Agar hujjat almashgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. Ikkinchi qadam, kartangiz muddatini tekshiring. Karta yuzida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 1024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qilganini bildiradi. Muddati tugagan kartani oldindan yangilang. Pensiya tushadigan kuni bankka yugurib borishdan ko'ra, bir necha hafta oldin harakat qilgan yaxshi. Uchinchi qadam, agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnomani tekshiring. Muddati o'tmaganmi? Vakolatlar yetarlimi? Notarial tasdiq bormi? Pensionerning ma'lumotlari to'g'rimi? Vakilning pasport yoki ID ma'lumotlari to'g'rimi? Agar ishonchnomada noaniqlik bo'lsa, notariusga borib, bank operatsiyalari uchun kerakli vakolatlarni aniq yozdiring. 4-qadam, bankdagi telefon raqamini yangilang. Eski raqam ishlamay qolgan bo'lsa, boshqa odam nomidagi raqam ulangan bo'lsa yoki SMS kelmayotgan bo'lsa, bankka murojaat qiling. Telefon raqam bilan bog'liq muammo ko'pincha kartani blokdan chiqarish, ilovaga kirish, pul o'tkazish va tasdiqlash jarayonida katta to'siq bo'ladi. 5-qadam. Pensioner bankka bora olmasa, oldindan tayyorgarlik qiling. Pul kerak bo'lgan kuni ko'ramiz demang. Notariusni uyga chaqirish imkonini so'rang. Mahalladan ma'lumot oling. Bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Qaysi hujjatlar kerakligini yozib oling. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ishonchnoma, ariza, karta yoki hisob varaq ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda tibbiy ma'lumotnoma yoki qonuniy vakillik hujjatlari ham so'ralishi mumkin. 6-qadam, bankka borganda hammasini og'zaki emas, aniq so'rang. Masalan, mening pensiyam nega berilmayapti? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi arizani yozishim kerak? Muammo bankdami yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotidami? Qancha muddatda hal bo'ladi deb so'rang. Javob noaniq bo'lsa, yozma tushuntirish yoki hech bo'lmasa murojaat raqamini oling. 7-qadam, hujjatlarning nusxasini saqlang. Pasport yoki ID, karta ma'lumotlari, ishonchnoma, ariza nusxasi, bank bergan ma'lumotnoma, SMS xabarlar. Hammasini alohida papkada saqlash foydali. Ayniqsa keksa ota-onasining ishini farzandlari yuritayotgan bo'lsa, har bir hujjat tartibli bo'lishi kerak. 8-qadam, begona odamga karta va PIN kod bermang. Bu juda oddiy maslahatdek tuyuladi, lekin eng ko'p muammo shu yerdan chiqadi. Qo'shni, tanish, uzoq qarindosh, hatto ba'zan xizmat ko'rsatuvchi odamlar men yechib kelaman deydi. Karta berildi, pul yechildi, keyin isbotlash qiyin. Agar kimdir yordam berish kerak bo'lsa, buni ishonchnoma yoki qonuniy tartib bilan qiling. 9-qadam, pensiya kelmagan bo'lsa, darhol tekshiring. Birinchi bank ilovasi yoki SMS orqali hisobni ko'ring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling. Agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'limga murojaat qiling. Agar bank mablag' bor, lekin operatsiya cheklangan desa, sababini so'rang. Hujjat muddati. Karta bloklanishi, hisob varaq muammosi, identifikatsiya yoki boshqa talab bo'lishi mumkin. Bir savol ko'p uchraydi. Endi hamma pensioner bankka borishi shartmi? Yo'q, hamma bir kunda bankka yugurishi shart emas. Agar hujjatingiz joyida, karta ishlayapti, pensiya tushyapti, o'zingiz foydalanyapsiz, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin ma'lumotlaringiz eski bo'lsa yoki pensiyani boshqa odam olayotgan bo'lsa, tekshirish kerak. Ikkinchi savol. Bank pensiyamni bermaslikka haqlimi?
Bank pensiyani o'z xohishi bilan bermay qo'ymaydi. Lekin shaxs aniqlanmasa, hujjat muddati o'tgan bo'lsa, ishonchnoma noto'g'ri bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa yoki qonuniy cheklov bo'lsa, bank operatsiyani vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu holatda maqsad pulni olib qo'yish emas, to'g'ri egasiga berilishini ta'minlashdir. 3-savol, pensioner imzo qo'ya olmasa nima bo'ladi? Bunday holatda bankka vaziyatni tushuntirish kerak. Qonuniy vakil, notarial tartib, guvohlar ishtiroki yoki boshqa rasmiy mexanizmlar orqali yechim topiladi. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun oldindan maslahat olish juda muhim. 4-savol, farzand ota-onasining kartasidan foydalansa bo'ladimi? Hayotda ko'p odam shunday qiladi, lekin xavfsiz va to'g'ri yo'l bu emas. Eng to'g'ri yo'l. Ota-ona roziligi hujjat bilan tasdiqlansin, vakolat aniq bo'lsin. Bank operatsiyalari qonuniy rasmiylashtirilsin. Bu farzandni ham, ota-onani ham himoya qiladi. 5-savol. Pensiya bir necha oy olinmasa yo'qolib ketadimi? Odatda pensiya hisob varaqda saqlanadi. Lekin uzoq vaqt olinmasa, ayrim tekshiruvlar, ma'lumotlarni yangilash yoki to'lovni tiklash jarayonlari talab qilinishi mumkin. Shuning uchun pulni umuman nazoratsiz qoldirmaslik kerak. Kamida oyda bir marta hisobni tekshirib turish foydali. Demak, bunda oktyabrdan banklar orqali pensiya berish tartibida eng asosiy e'tibor shaxsni aniqlash, hujjatlarni to'g'ri tekshirish, ishonchnomalarni tartibga solish va pensioner pulini himoya qilishga qaratiladi. Bu o'zgarishdan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo ham bo'lish mumkin emas. Hujjatlar joyida bo'lsa, karta faol bo'lsa, ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, pensiya olish jarayoni odatdagidek davom etadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning pensiya kartangizni, hujjatlaringizni, ishonchnomangizni tekshirib chiqing. Karta muddati, telefon raqam, pasport yoki ayda ma'lumotlari, bankdagi hisob varaq holati hammasi tartibda bo'lsin. Bir kunlik tekshiruv keyinchalik bir haftalik yugur-yugurning oldini oladi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyani karta orqali olasizmi yoki naqd olasizmi? Bankda qanday muammoga duch kelgansiz, qaysi holat sizga tushunarsiz bo'lyapti? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini himoya qiladi.